Devamını anlayış hürmetlik vatandaş. Bugün Çiğsağ işkemen 20. yıl. 7. ayının 26. günü haftaga yakshanba. Yuqorqi leksiyaning davomi. Chunki ochiq aytsam, Yangichi bilan ko'rishgandan keyingi so'zini davomlashtirib, Davlat ishlar katibi Mike Pompeo so'zini bundoq boshladi. Chunki ochiq aytsam, burunqi Amerikaning ma'muriy doiralari ana shundoq talablarga tiz tutgan edi. Men unda qilmadim. Uning talablariga, ya'ni Yangichiga tez tutmadim. Prezident Trump ham shundoq tez tutmaydi. Aqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien to'g'ri aytdi. Biz esimizni saqlashimiz kerak. Cumhuriyet Partiya siyasi hakimiyeti, Marksizm, Leninizm siyasi hakimiyettir. Sekreter Xi Jinping gumroh bo'lgan mustabidizmlik ideologiya formularining sadiq moritidir. Deydi Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Robert O'Brien Aqsaroyning bexatarlik maslahatchisi O'Brienning so'zidan naql keltirib. Yana bir o'qib o'tgan vatandosh. Biz esimizni saqlashimiz kerak. Cumhuriyet Partiya siyasi hakimiyeti, Marksizm, Leninizm siyasi hakimiyetdir. Sekreter Xi Jinping gumroh bo'lgan mustabidizmlik ideologiya formulariga sodiq muriddir. Uning, ya'ni Xi Jinpingning ideologiyasi bir necha 10 yildan beri Cumhuriyet Partiyasining yer shariga zo'magarlik qilish orzularini belgilagan. Diqqat! Davlat mudofaa ministri Asper 5 qatim takrorladi vatandosh. Bugun endi yana Davlat ishlar katibi Mike Pompeo 23 kuni Kaliforniyada so'zlagan nutqida nima deydi? Uning, ya Xi Jinpingning ideologiyasi bir necha 10 yildan beri Cumhuriyet Partiyasining yer shariga zo'magarlik qilish orzularini belgilagan. Asper kechiringlar. Mark Asperning 4 qatim, 5 qatim degani bo'yicha Jungo Amerikaning o'rniga o'tmoqchi degani bo'yicha bugun Davlat ishlar katibi Mike Pompeo 6 qatim nima deydi? Cumhuriyet Partiyasining yer shariga zo'magarlik qilish orzularini belgilagan. Amerika ikki davlat, Amerika Jungo o'ttirisiz siyosat ideologiya formularining negizlik o'xshamasligiga endi sal qaraya olmaydi. Xuddi Cumhuriyet Partiyasi bizga Amerikaga sal qarmagandek. Men Davlat Majlisi Avam Palatasida istixborot komiteti vazifa o'tagan edim, deydi Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Keyin Markaziy istixborot idorasining boshlig'i bo'lib, hamda Davlat ishlar katiblik vazifasini o'tayotgan 2 yildan beri mundaq bir mohiyatli tushunishni bashimdan o'tkazdim, deydi Davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Cumhuriyet Partiyasini haqiqiy o'zgartiradigan birdan-bir usul. Cumhuriyet davlat rahbarlari o'zini qandoq ifodalaydi? Balki o nima desa, shuni asos qilib harakat qo'llanish emas. Sizlar Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatining bu xulosasiga qandoq inkas qaytirganligini ko'rib olasizlar. Prezident Reagan ishinish, lekin amaliylashtirish degan va shu bo'yicha sobiq Sovetlar bilan aloqa munosabatlarda bo'lgan edi. Ishinish, lekin amaliylashtirish. Cumhuriyet Partiyasi qarta mening deydiganim mundaq. Biz ishonmasligimiz kerak. Yani Cumhuriyet Partiyasiga ishonmaymiz, ishonmasligimiz kerak. Lekin amaliylashtirish lazım.
Hazır seliştirin Prezident Reagan devrinde Sovyetlerge kandak muamele kıldı. Seliştirin bugün Prezident Trump devrinde Cungo Kompartiyası kandak muamele kılmakçı. Qarab turun, biri burunqi Reagan depti ki biz işinimiz, işiniş, lekin əmliləştiriş. Bugünkü biz işenmeyimiz, Cungo Kompartiyası işenmeyimiz, lekin əmliləştirişimiz lazım. Biz bu dünyadaki erkillikni kızdıqlarını söyleyen devletler, Cungo'nu özgertişke, devletlerini Cungo'nu özgertişke yeteklişimiz lazım. Xuddi Prezident Nixon talep kılgandak. Biz icadiliqiga, belki texmi güçlük, şiddetlik bir şekilde Cungo Kompartiyasını özgürüşke yeteklişimiz lazım. Çünkü Beijing'nin kılgan etkelleri bizden halkımızga ve bizden paravallığımızga tehdit selavatıdır. Biz işini Amerika halkının ve hemkarlaşkışı şeriklerimizden Cungo Kompartiyası doğrusunda köz kararlarını özgertişten başlayışımız gerek. Özgertişten başlayışımız gerek. Biz rast sözleşimiz gerek. Biz başka devletlerge muamele kılgandak bu Cungo'nun özgergen şeklini normal devlet dep qaramasligimiz gerek. Biz bilemez Cungo bilen sodaqalaş bu normal devlet kanunuga riaya kılgan bir devlet bilen soda kılganımızga oxşaş bolmaydı. Beijing halkara kelişimlerini bir teklif yoki xalqaro yetakchi o'rin qo'lga keltirishga yo'l izlaydi yoki qo'lga keltirishdan yo'li deb qaraydi. Lekin adil qonun kelishim moddalarida cheng turish orqali xuddi bizning savdo vakilimiz birinchi bosqichliq savdo kelishimini imzolagan chog'dagiga o'xshash Cungo hukumatini aqlmillikni o'g'irlagan Amerika işçileriga ziyankeşlik kılgan siyasetleriga dikkat qilishga mecburlayalaymiz. Biz Cungo Kompartiyası qo'llayotgan bir şirket bilen savdo qilishdan, masalan Kanadaning bir şirketi bilen savdo tijorat qilishga o'xshamaydiganligini obdan bilamiz. Ular yani Cungo mustaqil mudiriyatning ishlariga quloq solmaydi. Belki onun yani Cungo'nun nurg'un şirketlerine devlet kollaydı. Paydı ziyan qo'g'lashmaydı. Ziyan salsımı Cungo'nun devletiga, paydı alsımı Cungo'nun devletiga. Şuna bu şirketler de ahlak ölçüm bu işleydiğen iş bulmaydı. Bunun en yaxşı timsalları Huawei şirketidir. Biz hem de Huawei şirketi günahsız uçur alaq şirketi. O fakat sen ve senin dostların alaq qilishni kapolatga ega qiladi deb qaramaymiz. O fakat sen ve senin dostlarının alaq qilishini kapolatga ega qiladi deb qaramaymiz. Biz endi bu şirketni o'zining asli qiyofati bo'yicha ataymiz. Haqiqiy ma'nosida davlat bexatarligi tahdid salg'uvchi şirket deb ataymiz Huawei şirketini. Biz şuna bu şirketke münasip hareket qo'llandik. Biz şunu yani bilimiz ki bizim şirketlerimiz Cungo'ga meblag salsa bu şirketler maqsadlik yoki maqsadsiz holda Cungo Kompartiyasining kishilik huquqqa daxli tarvoz qilishini qo'llashi kerak. Davomini anglaysiz vatandosh.